bilsa meni qamab yuborishi mumkin. Ikkita o'zbek Polshadan Portugaliyagacha 51-kunimizda hozir qaraydi. Yo'lda mana shu Mercedes ko'rib qoldik. 4 ta baloni ham teshik buni. Nima deb o'ylaysizlar? Odam minmaydimi buni yoki nima bo'lgan mana shunga? 4 ta baloni ham teshik. Narxini taxmin qilib ko'ringlar, nech pul deb o'ylaysizlar? Menimcha bu sotilmaydi ham. Egasi qatgadir tashab ketgan. Hozir bu yoqqa nimadir yozilgan ekan. Yili yozilgan ekan. Yo'q, yil emas. 2017-yil bir narsa deb yozilgan ekan. Ikkinchi shtrix ham urilgan. Menimcha ichida homeless odam yotgan buni. Ya. Ya. Ya, seriously? Eshikni ochib qo'ydim. Uxlashga bo'lgan joyi yo'q, darsga bosib yuboringlar. Seriously, akalar? Red Bull'ni ham to'kib yubordim. Kalti bormi ekan? Uzun lekin agar bilsa meni qamab yuborishi mumkin. Kalti yo'q ekan lekin. Voy, ochib qo'ydikmi? Nima ekan? Eng qizig'i ochiq ekan bu. Aytayapman, ichida menimcha buni homelesslar nimalar yotadi, uysizlar. Uysizlar yotsa ham kaliti yo'qmi buni? Lekin Red Bull ichar ekan ular. Yo, ikkinchi eshigi, yo ikkinchisi, lekin bitta eshigi ochiq bo'lsa bo'ldi-da buni. Nima deb o'ylaysizlar? Agar Yevropada mana shunaqa balonni teshilib yotgan mashina bo'lsa, eshigi ochiq bo'lsa, haydab ketarmidinglar mana shu mashinani yoki-da o'g'irlab ketarmidinglar? Chunki bu yerda hozir hech kim o'g'irlamagan. Shuni eshigi mana ko'ryapsizlar, ochiq. Biz yo'lda ketayotgan joyimizda mana shu mashinani ko'rib qoldik. Eshigi ham ochiq.